Gazoblok yoki g'isht uyimni qaysi birida qiladigan bo'lsam, rasxodim kam bo'ladi. Ahrorbek gazoblok ham g'isht ham bitta vazifa bajaradi. Faqat to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. Yukni asosiy qismini podoshka, kolonna va regel ko'taradi. Bular tabiiyki to'ldiruvchi vazifasini bajaryaptimi? Binoni ko'tarishda agar sifatli gazoblok ishlatsangiz, avtoklav gazoblok ishlatsangiz, g'isht bilan buni narxi, qiymati bir xil chiqadi bino bitgunga qadar. Undan keyingi xarajati gazoblok albatta arzon tushadi. Nimaga? Qumsuvoqni o'zida $10,000 pul yutasiz. Pishig'ishi tabiiyki qumsuvoq qilish kerak. Gazoblok esa g'isht qilmay pramo fasad ishlariga tushib ketsa bo'ladi. Qumsuvoqni o'zi ichki qismini o'ziga 1 kvadrat metrini 40,000 dan, tashqi qismini o'ziga tiyagalari bilan 1 metrini 140,000 so'mdan usta haqqini o'zi bo'ladi. Bu usta haqqini o'ziga ancha xarajat bo'ladi. Unga ketgan xarajatlar bilan bir pachka qumsuvoqni o'zida pul yutqazasiz. Endi odamlarning miyasiga pishirish yozilib qolgan. Agar sifatli avtoklav gazoblokdan bino quradigan bo'lsangiz, sizning keyingi xarajatlaringiz kamayadi, energiya tejamkorligingiz yaxshi bo'ladi, binoingiz yengil tushadi va butun umr qurilish qilmaysiz. Uyingizga tezda bitirib kirasiz. G'isht nima yuk ko'tarsa, bu sifatli avtoklav gazobloklar ham o'sha yukni ko'taradi. Tabiiyki hozir devorga ko'p narsa qoqilmayapti. Nima ortiqcha qoqiladigan narsa bitta televizor bor-da. Ariston ham qoqishlar eskirdi, uni o'rniga boyler tizim qilyapti odamlar. Shuni hisobiga Yevropa mamlakatlarida pishig'ish ishlatmaydi. O'rni gazoblokda bino yengil turadi va binolar tez ko'tariladi. Va xolos shu madaniyatni O'zbekistonga baribir vaqtla kelib kiradi. Unga qadar hozirdan ertaroq harakat qilib bitkazsa bo'laveradi.